Ha, boboy, hali ham bormisiz? Qarang, mening bo'yim bulutlarga tegyapti, tepamda terrasa, tegimda parking. Davringiz o'tdi, bizga joy bering, shaharni buzmoqdasiz turqi tarovatingiz bilan. Seni tiling chiqib qoptimi? Kecha katlovan eding, bo'ying baland bo'lgani bilan devoringni bir tirnasa ichidagi penoplasting ko'rinib olyapti-ku. Meni qurganlar otkat nimaligini bilmagan, faqat ghostni bilgan. Endi boboy, u paytlar boshqa edi. Menda erkin planirovka. Odamlar o'ziga moslab oladi. Sizda-chi? Bir devorni suraman desa mingta problema. Hamma devoringiz nesushi. Men nesushi bo'lsam ham vijdoni pishiq g'ishtman. Yer qimirlasa, mening devorlarim bir-biriga tirsak berib, odamlarni asrab qoladi. Men qurilganda o'g'irlik qilganini Sibirga jo'natardi. Senda esa hamma narsa marketing, hamma narsa reklama. Namuncha negativsiz, yaxshi niyat qiling, hovlimga qarang, fontanlar otilib turibdi. Gazonlarni-chi? Men zamonaviy hayotman, men statusman. Podyezdimga kirsangiz Dubaydagi mehmonxonada turgandek his qilasiz. Ha, to'g'ri aytding, g'irt mehmonxona it egasini tanimaydi. Mening hovlimga qara, haqiqiy mahalla. Chinorlarni aytmaysanmi? Soyada choy ichib suhbatlashishadi. Obbo, qo'ying o'sha chinorlaringizni. Behuda joy olishmoqda. O'rniga yana bitta blok tushirsak bormi? Qancha soqqa, uzr, ya'ni qancha xonadon, qancha baxtli oilalar sig'adi. Xullas, yerni daraxtga beradigan ahmoq yo'q. Keyin gaplashamiz, mijozlar kelmoqda, xaloyiq kep qoling, qoling, eng arzoni bizda. Kadastring chiqmagan-ku.